Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Ushbu video darsimizda makro iqtisodiyot fanidan iqtisodiy sikllar mavzusi bo'yicha fikrlashamiz. Mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish tarixini o'rganish, ulardan hech biri uzoq muddatda bir tekis rivojlanmaganligini, aksincha barcha mamlakatlar uchun sikl rivojlanish xos ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni dunyo mamlakatlari iqtisodiy rivojlanishni o'rganib chiqadigan bo'lsak, birorta mamlakat o'sha bir tekisda rivojlanmagan, vaqti bilan turli xil o'sha iqtisodiy tebranishlar yuz berib turganligini ko'rishimiz mumkin. Bu fikrimizni asoslash uchun quyidagi ma'lumotni keltirib o'tamiz. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida ishsizlik darajasining 1950-yildan hozirgi paytgacha bo'lgan o'zgarishini, tendensiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, yuqoridagi fikrimizga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Demak, ekranlaringizdagi chizmadan ko'rinib turibdiki, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ishsizlik darajasi 1950-yildan hozirgi paytgacha bo'lgan davrda o'sha siklda yoki tebranma o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Va bu barcha mamlakatlar iqtisodiyotiga taalluqli bo'lgan holat hisoblanadi. O'zbekiston iqtisodiyotini ham olib qaraydigan bo'lsak, uzoq muddatli biror bir iqtisodiy jarayonni ko'radigan bo'lsak, albatta o'sha jarayon siklda davom etganligiga biz ishonch hosil qilishimiz mumkin. Umuman iqtisodiy sikl deganda nimani tushunamiz? Iqtisodiy sikl deganda odatda iqtisodiyot rivojlanishning bir holatidan boshlanib, ketma-ket bir qancha fazalarni bosib o'tib, yana o'sha dastlabki holatiga qaytgungacha bo'lgan oraliq o'sha bitta iqtisodiy sikl deb nomlanadi. Demak, o'sha iqtisodiy sikl o'sha ma'lum bir jarayonlar ketma-ketligida o'sha qaysi iqtisodiy holatdan boshlangan bo'lsa, o'sha iqtisodiy fazalarni bosib o'tib, o'sha dastlabki holatiga qaytgungacha bo'lgan oraliqni biz iqtisodiy sikl deb atar ekanmiz. Iqtisodiyot nazariyasida iqtisodiyotning sikl rivojlanishining asosiy sababi yalpi talab va yalpi taklif o'rtasidagi muvozanatning buzilishi va uning yanada qaytadan tiklanishi tarzida ifodalanadi. Bizga ma'lumki, yalpi talab va yalpi taklif tushunchalari mavjud. O'sha mamlakat miqyosidagi yalpi talab va yalpi taklif o'rtasidagi muvozanat buziladigan bo'lsa va o'sha turli xil iqtisodiy tebranishlarni yuzaga keltiradi va yana dastlabki o'sha muvozanat tiklanishgacha bo'lgan oraliqda iqtisodiy siklning yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni iqtisodiyot nazariyasida asosan iqtisodiyotning sikl rivojlanishining asosiy omili sifatida mamlakatdagi yalpi talab va yalpi taklif o'rtasidagi muvozanatning buzilishi keltirib o'tiladi. Iqtisodiy sikllar bir tomondan iqtisodiyot rivojlanishidagi notekislikni aks ettiradi. Ikkinchidan, bu iqtisodiy rivojlanishning sababi va natijasidir. Va iqtisodiyotning rivojlanishini belgilaydigan doimiy dinamik xarakteristikasi sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Ya'ni bu yerda aytib o'tilyaptiki, iqtisodiyot rivojlanishidagi notekislikni aks ettirish bilan birgalikda o'sha iqtisodiyot rivojlanishining birinchidan sababchisi, ya'ni o'sha iqtisodiy rivojlanish bo'lish uchun albatta o'sha iqtisodiy sikllar yuzaga kelishi lozim. O'sha iqtisodiyotda tebranma holati, iqtisodiy tebranishlar yuzaga kelishi va o'sha iqtisodiy rivojlanishning natijasi sifatida e'tirof etilishini yuqorida ta'kidlab o'tilgan. Ayrim iqtisodiy sikllar boshqalardan o'tish davrining davomiyligi va faolligi bilan farq qiladi. Shunga qaramasdan ularning barchasi bir xil fazalardan tashkil topadi. Ya'ni iqtisodiy sikllar quyidagi fazalarni o'z ichiga qamrab oladi. Ya'ni ular 4 ta va turli adabiyotlarda o'sha fazalarning ketma-ketligida bir-biridan farq qilishi mumkin, lekin o'sha aksariyat adabiyotlarda quyidagi ketma-ketlikda berilgan. Birinchisi iqtisodiy o'sishning eng yuqori nuqtasi yoki cho'qqi deb nomlanadi. Ikkinchisi pasayish fazasi yoki retsessiya ham deb nomlanadi. Keyingi faza pasayishning quyi nuqtasi va oxirgi faza o'sish fazasini tashkil qiladi. Demak, o'sish fazasidan keyin yana o'sha dastlabki holat bo'lgan iqtisodiy o'sishning eng yuqori nuqtasi yoki cho'qqi holatiga kelinadi. Demak, har qanday iqtisodiy sikl yuqorida biz sanab o'tgan 4 ta fazani qamrab oladi, lekin ularning davomiyligi bir-biridan farq qilishi mumkin, jadalligi bir-biridan farq qilishi mumkin. Ekranlaringizdagi chizmada ham o'sha iqtisodiy siklning chizma holatda keltirilishi ko'rsatib o'tilgan. Demak, iqtisodiy faoliyat darajasi va ma'lum vaqt o'rtasidagi bog'liqlik ko'rinishida quyidagi grafik keltirib o'tilgan. Demak, o'sha iqtisodiy o'sishning eng yuqori holati cho'qqidan boshlanyapti. Keyingi faza iqtisodiy pasayish yoki retsessiya holatiga o'tyapti va pasayish fazasidan keyin pasayishning eng quyi nuqtasigacha pasayib kelyapti va oxirgi faza o'sha o'sish fazasiga o'tgandan keyin yuqorida aytib o'tganimizdek o'sha dastlabki boshlang'ich nuqtasi cho'qqi fazasiga
o'tadi. Demak, iqtisodiy o'sishni yoki iqtisodiy sikllarni grafik ko'rinishida yuqoridagi holatda biz tasvirlashimiz mumkin. Har bitta fazaga alohida izoh berib o'tadigan bo'lsak, birinchi faza iqtisodiy rivojlanishning eng yuqori darajasiga erishilgan faza bo'lib, u cho'qqi deb yuritiladi. Bu iqtisodiyotda ish bilan to'liq bandlik, ishlab chiqarish to'liq quvvatda ishlayotganligi holatida kuzatiladi. Ya'ni iqtisodiy o'sish o'zining eng yuqori darajasiga yetgan paytda mavjud resurslardan to'liq foydalanilayotganligini aks ettiradi. Shu nuqtai nazardan ham o'sha iqtisodiy o'sish o'zining eng yuqori darajasiga chiqqan. Keyingi faza pasayish yoki retsessiya fazasi hisoblanadi. Bunda ishlab chiqarish va bandlik darajasi pasayadi. Ammo narxning o'sish sur'ati pasaymaydi. Bu faza faol va uzoq davom etsagina narxning o'sish darajasi sustlashishi mumkin. Demak, bunda asosiy ikkinchi pasayish fazasining asosiy xususiyati shundan iboratki, bu yerda iqtisodiyotda pasayish, ishlab chiqarish hajmlarini qisqarish holatlari kuzatiladi. Uchinchi faza iqtisodiy sikl rivojlanishining uchinchi fazasi bo'lgan pasayishning quyi nuqtasida ishlab chiqarish va bandlik eng quyi darajasiga tushadi va turg'unlik davri boshlanadi. Ya'ni o'sha mamlakatda ishlab chiqarish hajmi yoki resurslardan foydalanishning holati eng o'zining quyi darajasigacha tushib keladi va bu mamlakat iqtisodiyotida turg'unlik holatini aks ettiradi. Turg'unlik davri boshlanganligini bildiradi. Va iqtisodiy sikl rivojlanishining so'nggi fazasi bo'lgan o'sish yoki jonlanish fazasi ham deb aytiladi. Ayrim adabiyotlarda o'sha o'sish fazasida ishlab chiqarish va bandlik darajasi asta-sekin oshib, ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish va bandlik darajasida o'sish holati kuzatiladi. Va bu asta-sekinlik bilan bu jarayonning davom etishi yuqorida biz aytib o'tganimizdek, iqtisodiy siklning o'sha dastlabki fazasi bo'lgan yana keyingi cho'qqi fazasiga o'tiladi. Ekrandagi jadvalda o'sha iqtisodiy siklning turlari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Iqtisodiy siklning davomiyligi va uning asosiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda biz iqtisodiy sikllarni bir qancha turlarga bo'lishimiz mumkin. Aytaylik, qisqa muddatli iqtisodiy sikl yoki uni Kitchin sikli ham deb aytiladi. O'sha jarayonni asoslab bergan olimlar nomlariga qo'yilgan. Demak, o'sha qisqa muddatli sikl yoki Kitchin siklining davomiyligi odatda 2-4 yil oralig'ida, demak, qisqa muddatli bo'lar ekan. Va uni asosiy keltirib chiqaruvchi sabablardan bittasi o'sha tovar-moddiy zaxiralarning o'zgarishi bilan asoslanadi. Ya'ni tovar-moddiy zaxiralarda qanaqangidir o'zgarish yuzaga kelishi qisqa muddatli iqtisodiy tebranishlarni yuzaga keltiradi. Keyingi iqtisodiy siklning turi bo'lgan o'rta muddatli yoki Juglard sikli ham deb nomlanadi. O'sha o'rta muddatli sikllar odatda 7-12 yilni o'z ichiga qamrab oladi. Va bu iqtisodiy siklning asosiy xususiyati asosiy fondlarni almashtirish sifatidagi o'zgarishlardan kelib chiqadi. Ya'ni asosiy fondlarning o'zgarishi o'sha iqtisodiyotda tebranishlarni yuzaga keltiradi. Misol uchun, oldinga nisbatan zamonaviyroq, tejamliroq, unumliroq bo'lgan asosiy vositalarning amaliyotga joriy etilishi iqtisodiyotda tebranishlarni yuzaga keltiradi va o'sha odatda ularning davomiyligi 7-12 yilni tashkil qiladi. Rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, hozirgi paytda ularda o'sha asosiy vositalarni qisqaroq muddatda, aytaylik, o'sha imkon qadar tezroq almashtirishga harakat qilishadiki, demak bu narsa yuqorida aytib o'tganimizdek iqtisodiy tebranishni yuzaga keltiradi yoki iqtisodiy o'sishni boshlab beruvchi asosiy nuqta sifatida qaraladi. Shuning uchun mamlakatimizda ham so'nggi yillarda o'sha asosiy vositalarni tezroq yangilash, o'sha ularni tezroq modernizatsiyalashga e'tibor qaratilayotganligining asosiy sabablaridan bittasi ham mana shuki, o'sha iqtisodiy sikllarni o'sha ya'ni o'rta muddatli 7-12 yilni o'z ichiga oluvchi asosiy fondlarni almashtirish hisobiga yuzaga keladigan iqtisodiy tebranish yoki iqtisodiy o'sishni nazarda tutgan holda dunyo miqyosida ham, shu jumladan O'zbekistonda ham asosiy fondlarni modernizatsiyalashga e'tibor qaratilishining asosiy sababi shundan iborat. Keyingi iqtisodiy siklning turi bu Kuznets sikli deyiladi. Bu o'z ichiga 16-25 yilni qamrab oladi va bu turar joylarning va ishlab chiqarish bino va inshootlarning vaqti-vaqti bilan ommaviy ravishda yangilanish bilan bog'liq bo'lgan tebranishlardir. Bizga ma'lumki, o'sha turar joy massivlari yoki bino inshootlarning ommaviy ravishda yangilanishi mamlakatda yalpi talabni oshiradi va bu yalpi talabning oshishi o'sha iqtisodiy tebranishni yuzaga keltiradi. Ya'ni iqtisodiyotda o'sish holatini yuzaga keltiradi. Keyingi iqtisodiy siklning turi bu kondrativ sikli deb nomlanadi va o'z ichiga o'sha 40-60 yilni o'z ichiga qamrab oladi. Infratuzilmaning yangilanishi va tubdan yangi texnologik jarayonlarni kiritish bilan bu o'sha asosiy xarakterlanadi. Bu kondrativ sikli. Va iqtisodiy siklning keyingi turi bo'lgan Forrester sikli deb nomlanuvchi iqtisodiy sikl ham bor.
Bu o'z ichiga 200 yilni taxminan qamrab oladi va energiya va materiallar bilan bog'liq bo'lgan tebranishlar, ya'ni yangi turdagi energiyalarning amaliyotga joriy etilishi bu iqtisodiy siklni boshlab beruvchi asosiy faktor hisoblanadi. Aytaylik, qachonlarda o'sha Yevropada ichki yonuv dvigatellarining ixtiro qilinib, o'sha turli xil mexanizmlarning amaliyotga joriy qilinishi, ya'ni yangi turdagi yoqilg'ilardan o'sha foydalanilishi iqtisodiyotda bir yangicha bir iqtisodiy siklni boshlab bergan deb aytishimiz mumkin. Va hozirgi kunga kelib aytaylik, o'sha yashil energiyalarning, qayta tiklanuvchi energiyalarning amaliyotga joriy etilayotganligi ham o'sha yangi bir iqtisodiy siklning boshlanishi deb bemalol aytishimiz mumkin. Va oxirgi o'sha iqtisodiy siklning turi Toffler sikli deb nomlanadi va o'z ichiga 1000-2000 yilni qamrab oladi va bular asosan sivilizatsiya bilan bog'liq tebranishlar, ya'ni yangi sivilizatsiyalarning paydo bo'lishi umumiy o'sha iqtisodiy jarayondagi o'sha iqtisodiy sikllarni ham boshlab beruvchi asosiy bir faktor sifatida qarab o'tiladi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, iqtisodiy sikllar bir xil fazalarga ega bo'lsa-da, ammo ular davomiyligi va faolligiga ko'ra o'zi bir-biridan farq qiladi. Ya'ni hammasi o'sha bir xil fazalarni o'z ichiga qamrab oladi-yu, lekin ularning davomiyligi bilan bir-biridan farq qilar ekan. Shuning uchun ham iqtisodchilar bu jarayonlarni iqtisodiy sikllar deb emas, balki iqtisodiy tebranishlar deb atash to'g'ri bo'ladi deb hisoblaydi. Ya'ni iqtisodiy tebranishlar deb nomlanuvchi variant ham iqtisodchilar tomonidan taklif qilinadi. Iqtisodiy tebranishlarning asosiy sababi sifatida iqtisodchilar 3 omilni ko'rsatadi. Ya'ni iqtisodiy tebranishni yuzaga keltiruvchi birinchi omil texnika va texnologiyalarda yuz beradigan o'zgarishlar, ya'ni texnologik innovatsiyalar yuzaga keltiradi. Keyingisi siyosiy va favqulodda vaziyatlar bo'lishi mumkin, o'sha iqtisodiy tebranishlarni yuzaga keltiruvchi omil sifatida, va keyingisi monetar omillar ham iqtisodiy tebranishlarni yuzaga keltiruvchi asosiy faktor sifatida keltirib o'tishimiz mumkin. Bozor muvozanati odatda bozorni tartibga solish orqali amalga oshiriladi. Bunday tartiblarga amal qilinmasligi yoxud ularning buzilishi bir qancha salbiy oqibatlarga olib kelishi, oxir oqibat mamlakatda inqiroz holatlarining yuzaga kelishiga sharoit yaratishi mumkin. Ya'ni o'sha iqtisodiyotning sikl rivojlanishining bir o'ziga xos belgilaridan bittasi mamlakatlar iqtisodiyotida yoki jahon miqyosida yuzaga keladigan ayrim inqirozlar holatlarini biz misol keltirishimiz mumkin. Ya'ni biz yuqorida ko'rib chiqayotgan paytimizda o'sha iqtisodiy sikllarning bitta fazasi bo'lgan pasayish fazasi odatda o'sha inqirozlar yuzaga kelgan paytda kuzatiladi. Shuning uchun o'sha iqtisodiyotda o'sha yuzaga keladigan turli xil o'sha muammolar yoki iqtisodiyotni tartibga solishda yo'l qo'yiladigan ayrim kamchiliklar o'sha iqtisodiy siklning bitta fazasi bo'lgan o'sha pasayish fazasi yoki iqtisodiy inqirozlarni yuzaga keltirishi mumkin ekan. Iqtisodiy inqiroz bu iqtisodiy tanglik holati yoxud iqtisodiy faollik, ya'ni ishlab chiqarish hajmi, bandlik va inflyatsiya darajasidagi davriy tebranishlardir. Ya'ni iqtisodiyotda o'sha yuqorida biz sanab o'tilgan holatlar, ya'ni ishlab chiqarish hajmidagi, mamlakatdagi bandlik darajasidagi yoki mamlakatdagi inflyatsiya darajasidagi turli xil davriy tebranishlar orqali tavsiflanadi va bu holatlar mamlakatdagi kuzatiladigan iqtisodiy inqirozlarning asosiy belgilari sifatida e'tirof etiladi. Tovarlar, ish va xizmatlarga bo'lgan yalpi talab va yalpi taklif o'rtasidagi nomutanosiblik makroiqtisodiy muvozanatning buzilishi oqibatida yuzaga keladi. Ya'ni mamlakatda o'sha yalpi talab va yalpi taklif o'rtasidagi munosabat buziladigan bo'lsa, aytaylik yalpi talab pasayib ketadigan bo'lsa, demak bu yerda ishlab chiqarish hajmining ham, bu degani o'sha yalpi taklifning ham pasayishiga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Bu esa o'sha iqtisodiy tebranishlarga yoki o'sha iqtisodiyotning sikl rivojlanishiga olib keluvchi asosiy faktor sifatida yuqorida ham buni aytib o'tgan edik. Hozirda jahon mamlakatlarining iqtisodiy globallashuvi tobora kuchayib borayotganligi tufayli muayyan davlat iqtisodiyotida salbiy holatlarning ro'y berishi albatta boshqa davlatlar iqtisodiyotiga ham ta'sir etmay qolmaydi. Biz buni o'sha shu paytgacha kuzatilayotgan iqtisodiy yoki moliyaviy iqtisodiy inqirozlardan biz kuzatishimiz mumkinki, o'sha 2008-yilda yuzaga kelgan jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi bo'ladimi yoki aytaylik o'sha eng so'nggi yuzaga kelgan COVID-19 pandemiyasi natijasida yuzaga kelgan inqiroz bo'ladimi? O'sha bitta mamlakatdagi inqiroz albatta boshqa mamlakatlar iqtisodiyotiga ham ta'sir ko'rsatishini biz ko'rishimiz mumkin. Chunki hozirgi paytda dunyo mamlakatlari iqtisodiyoti bir-biri bilan juda ham globallashib, bir-biri bilan chambarchas bog'lanib ketganligi uchun
bir mamlakatda yuzaga kelgan tang holat boshqa mamlakatlar iqtisodiyotiga ham albatta ta'sir ko'rsatadi. Bu yerda odatda o'sha yirik mamlakatlar, yirik iqtisodiyotlar degan tushuncha bor. Aytaylik, ko'proq o'sha yirik iqtisodiyotlarda yuzaga kelgan inqirozlar boshqa mamlakatlarga juda tezda tarqalish va juda kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Iqtisodiy inqirozlar 20-asrgacha bir, ikki yoki uchta mamlakatlar doirasida cheklanib qolgan bo'lsa, so'nggi paytlarda xalqaro ahamiyat kasb eta boshladi. Keyingi 2 asr mobaynida Yevrosiyo va Amerikada 20 ga yaqin moliyaviy iqtisodiy inqirozlar holatlari kuzatildi va so'nggi paytlarda yuqorida aytib o'tganimizdek o'sha bir mamlakatda yuzaga kelgan inqirozlar boshqa mamlakatlarga ham kuchli ta'sir ko'rsatayotganligini ko'rishimiz mumkin. So'nggi inqirozlardan bittatasini misol keltiradigan bo'lsak, 21-asrda ham moliyaviy iqtisodiy inqirozlar yuz berdi. Jumladan 2008-yildagi jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi yoki 2021-yildagi suveren qarzlar inqirozi, o'sha asosan Portugaliya va Ispaniyada keskin tus olgan, yoki 2015-yilda xomashyo bozoridagi narxlarning tushib ketishi bilan bog'liq inqiroz, aynan mana shu inqiroz mamlakatimiz iqtisodiyotiga ham ancha kuchli ta'sir qilganligini ko'rishimiz mumkin va 2019-yildagi koronavirus, ya'ni COVID-19 inqirozlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak, bu inqirozlar iqtisodiyotning siklli rivojlanishi yoki iqtisodiyotdagi tebranishlarning yuzaga kelishini bizga ko'rsatib beruvchi asosiy bir holat sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Bugun ushbu video darsimizda sizlar bilan iqtisodiyotning siklli rivojlanishi to'g'risida fikrlashdik. Demak, bundan ko'rib chiqdikki, dunyo iqtisodiyoti, mamlakatlar iqtisodiyoti bir tekis emas, balki siklli rivojlanish xarakteriga ega ekanligi va o'sha sikllar qanaqangi fazalardan tashkil topishi va mana shu iqtisodiy tebranishlar bilan bevosita bog'liq bo'lgan o'sha inqirozlar va ularning ayrim turlari to'g'risida fikrlashdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.